Bugun fluency to'g'risida gaplashamiz. It's one of the most important components that examiners use to evaluate our speaking. Bu to'rtta muhim komponentdan bittasi, kriteriyalarning bittasi. Ya'ni bizda qanaqa kriteriyalardan foydalanadi examinerlar desa, fluency coherence bu birinchisi, grammatical range and accuracy, lexical resource and pronunciation. Ya'ni bu fluencydan tashqari yana 3 ta kriteriyamiz bor. Undan oldin fluencyni o'zini birgalikda tushunib olsak. Fluency bu ravonlik. Ko'pchilik ana shunaqa tarjima qiladi, to'g'rimi? Nutqning ravonligi. Yaxshi. To'xtamasdan gapirish deydi ko'pchilikning ta'biri bilan aytganda, to'xtamasdan gapirish. Bu tezlik haqida gap ketmayapti. Berilayotgan savolga javobimiz to'xtovsizligi, ikkilanish yoki til bo'yicha birorta struktura, lug'at qidirish bo'lmasligi nazarda tutiladi. Keyingi 3 ta kriteriyamizda grammatical range and accuracy dedim. Lug'at boyligi lexical resource, grammatical range and accuracy o'zi aytib turibdi, grammatika va oxirgisi pronunciation, ya'ni talaffuzni tekshiradi. Mana shu fluencydan tashqari aytilgan 3 ta kriteriyani ko'rsatib berish uchun ham fluency juda muhim rol o'ynaydi, to'g'rimi? O'zi ko'proq gapirsak, ko'proq lug'at ko'rsata olamiz, ko'proq grammatik struktura ko'rsata olamiz, mahoratimizni ko'rsata olamiz va ko'proq pronunciation features ko'rsata olamiz. Ya'ni yaxshi talaffuz qila olamiz, uni examiner eshita oladi va baholashi oson bo'lar ekan. Xo'p, fluency to'g'risida qanaqa tasavvurlarimiz bor? Keling, bugun ana shunga aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Bu bir kichkina dars. Fluency o'zi juda keng tushuncha, uni 2-3 ta darsda o'tish kerak. Keling, bugun boshlang'ich darsda qisqagina sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, fluencydan nima kelib chiqadi? O'zi speak without unnatural stopping degan e'tibor qiladigan jihatimiz bor. Speak without unnatural stopping. Yaxshi. Speak without pause degan narsa bo'lardi. Lekin yaqinda ma'lumotlarni izlab ko'rib, mana shunaqa narsani ko'rdim va bu juda ham muhim narsa. E'tibor bering. Speak without unnatural stopping. Yaxshi, to'xtamasdan gapirish kerak ekan. Lekin unnatural nima degani? Tabiiy bo'lmagan, to'g'rimi? Demak, tabiiy to'xtash ham bo'lar ekanda. Yaxshi, agar tabiiy to'xtashni-ku ortga surib turaylik. Hozir keling, qanday qilib to'xtab gapirishga ikkita misol ko'ramiz. Masalan, I go shopping at the weekend degan gapni kandidat to'xtalib mana shunaqa aytyapti. I goes shopping on the weekend. Yaxshi. Endi ko'pchilik yaxshi gapiradi. Endi bu eng yomon vaziyat, eng yomon ssenariyda shunaqa gapirishi mumkin. Yaxshi. Endi natural stopping haqida gaplashaylik. Ya'ni biz to'xtamasdan gapirishimiz kerak, lekin to'xtash majbur bo'lgan, o'zi tabiiy holatda to'xtaydigan vaziyatlar ham bo'lar ekan. Hozirgi berilgan go and degan to'xtashlar umuman tabiiy to'xtash hisoblanmaydi. Bu tildagi nuqsonni aynan aks ettirib qo'yapti. Tabiiy to'xtash qachon bo'ladi desa, keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Natural stopping deyamiz. We stop naturally. Tabiiy holatda to'xtaymiz. Qachon? Before giving a reason or example. Yaxshi, demak sabab yoki example, misol berishdan oldin. Keyingisi, before a personal reflection. Reflection e'tibor bering, qanaqadir o'tmishdagi biror narsani o'ylab ko'ryapti deylik. Qanday bo'ladi u? Misol uchun mana aytishingiz mumkin-ku. Talk about a place you visited degan savol berildi deylik. Qanaqa reflection qilasiz? Birorta borgan joyingizni gapiryapsiz. Umuman olganda traveling to'g'risida o'zingiz haqida nima deya olasiz desa, mana shunaqa gapirsa to'xtash mumkin-da. Well, I've visited many places. Qarang, o'sha joyda to'xtadim va davom etishim kerak. But today I'm going to talk about deb birorta boshqa joyni aytib ketishim mumkin. O'sha joyda to'xtasam, men personal reflection qilyapman. Ya'ni hozirgi vaqtgacha bo'lib o'tgan voqea hodisalar to'g'risida fikr yurityapman va to'xtayapman. Ana shu natural stop. U qanaqadir to'xtab gapiryapsiz deb ayblash noo'rin. Uchinchisi, after finishing a story. Xo'p, birorta storyni aytdingizda oxirida to'xtaysiz, to'g'rimi? Misol uchun, boya aytdik, talk about a place you visited. Yaxshi, o'sha joyga bordingiz va oxirida yakunlab qo'ydingiz. That was one of the best experiences I've ever had. Va men storyim tugagani va men 2 sekund, 3 sekund to'xtaganim bu
haqiqatdan ekzamenlar baholaydigan va buni yomon baho qo'yishga asos deb hisoblamaydigan jihat deb ko'rishimiz mumkin. Keling, fluency to'g'risida yanada chuqurroq yondashamiz. Fluency o'zi aslida speaking at length, to'g'rimi? Speaking at length bu uzoq gapirish. Keling, bir ikkita texnikalar ko'rib chiqamiz. Men o'zim tajribam davomida bir ikkita texnikalarni ishlatishni ma'qul ko'rdim. Menga yoqadi, sizlarga ham tavsiya qilaman. Balkim sizga ham ish berar. Hamma savollarga emas, bu qanaqadir one fits all degan narsa emas. Hammasiga ish beradigan formula emas. Lekin ko'pchilik savollarga, savolning turlariga bog'liq ravishda bir ko'rib chiqamiz, qani nima deysiz. Techniques birinchisi give reasons, ikkinchisi talk about related experience. Give reasonsni bildingiz, sabablar berish. Talk about related experience degani boshdan o'tgan biror narsa va savolga taalluqli ravishda shunga doir boshdan o'tgan biror narsani gapirib berishingiz mumkin. Uchinchisi past, present, future. Yaxshi, davom etamiz. Endi bittalab ko'rib chiqaylik. Keling, birorta savol ko'ramiz. IELTS part 1 ga oid va shunga give reasons misol uchun, talk about related experience va past, present, future misolida shu texnikalardan foydalanib ko'proq gapirishga harakat qilamiz. Birinchi savolimiz. Demak, technique number 1, texnik degan so'zimiz ko'rinmay qoldi. Endi men sizlarga aniq ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, technique number 1, giving reasons. Yaxshi. Demak, birinchi savolimiz. Do you go out with friends? Do'stlar bilan aylanishga chiqasizmi? Yaxshi. Sample 1. Yes, I do. I go out every evening. It's fun. Yaxshi. Bu javobimiz yaxshi-yu too short, to'g'rimi? Qanaqadir yetishmayapti gap. Grammatik xatosi yo'q, lekin fluency yo'q. Tasavvur qiling, o'sha joyda kandidat to'xtadi va ekzamen majbur bo'ladi. Why? When was the last time you went out? To'g'rimi? Ekzamen qo'shimcha savol berishga majbur bo'ladi, lekin ekzamen majbur ham emas, to'g'rimi? Har safar kandidat to'xtaganida kandidatni gapirtirishga harakat qilishga majbur emas. Kandidatni o'zi harakat qilsin. Sample 2 ga e'tibor beramiz. Keling, sabab berib ko'ramiz. Xo'sh, sample 2. Yes, I do. When I go out with friends, I have fun. Demak, aylanishga chiqqanimda men maza qilaman, vaqtichog'lik qilaman. We go to different places and chat about what we're up to and what's going on in our lives. Yaxshi. Hayotimizda bo'lib o'tayotgan narsalar, nimaga qiziqyapmiz, nimalar bilan bandmiz, shu to'g'risida gaplashamiz va turli xil joylarga boramiz. If I stay all weekend, I'll probably feel lonely. Agarda butun hafta oxirida uyda qolsam, lonely his qilaman o'zimni. So I try to hang out with friends as often as I can. Demak, aytilyaptiki, shuning uchun men do'stlar bilan aylanishga iloji boricha tez aylanishga chiqishga harakat qilaman deyapti. Endi bu javobga e'tibor qiling. Nima deymiz? Better fluency, albatta. Fluencyni yaxshi ko'rsatishga harakat qildik, chunki do'stlar bilan aylanishga harakat qilganimiz va unga sabablar berganmiz. Ikkita asosiy sabab berildi, to'g'rimi? What's going on in our life chat qilamiz. Agar uyda qolsam, lonely his qilaman, shuning uchun ular bilan aylanishga harakat qilaman dedim. Shusiz ham o'zi giving reasonni ko'pchilikka tanish, ko'pchilik sabab berishga harakat qiladi, lekin sabab berishdan ham ko'ra boshqa usullarimiz ham bor, to'g'rimi? Keling, texnik 2 ga o'tamiz. Related experience. Bir ikkita savol ko'ramiz. Xo'sh, do you often take a break? Ma'nosi tez tanaffus qilib turasizmi? Yaxshi. Endi sample 1, sample 2 demaymiz, birdaniga aniq javob ko'ring. Sure, I need to take several breaks between classes to perform better. Men o'zim haqimda gapirishga harakat qildim. Darslarimni o'rtasida tanaffus qilishga harakat qilaman, yaxshiroq ishlash uchun. Otherwise, I'll end up getting stressed out. Yo'qsa, men stressga tushib qolishim mumkin. To'g'rimi? Yuklama ko'payib ketadi va men qanaqadir stressga tushaman. Today, bu joyni belgilab qo'ydim o'rtoqlar. Bu aynan related experience. Today, I had 4 classes in a row, so I took breaks every 2 hours. Bugun qatorasiga 4 ta darsim bor edi, shuning uchun har 2 soatda tanaffusga chiqib turdim. Ya'ni tanaffus qilib turdim. And that helped me a lot because I don't feel very tired now. Menga u yordam berdi, chunki hozir unchalik ham charchagandek his qilmayapman. Qarang, mana shu bold bilan belgilab qo'ygan todaydan tortib to now gacha
related experience berildi. Mana shu related experience bermasa ham bo'lardi. Lekin berish orqali biz ko'proq gapirishga harakat qildik. Bu orqali savol tug'ilishi mumkin. Biz mavzudan chetlashib ketdikmi? O'tmish haqida gapiryapmiz-ku. Yo'q. Men tanaffus qilish to'g'risida bugun bo'lib o'tgan narsani gapirdim va mavzudan tashqariga chiqqanim yo'q. Yaxshi bo'lsa bo'ldi, yomon bo'lmadi. Uchinchisi, texnikka o'tamiz. Past, present, future, ya'ni o'tmish, hozir va kelajak. Keling bitta savol ko'ramiz. Do you keep plants at home? Bugungi kunda ko'p berilayotgan savol turlaridan bittasi. Uyingizda gullaringiz bormi? To'g'rimi? Xo'p, javobga o'tamiz unda. Past, present, future'ni har xil rangda berishga harakat qildim. Shu bilan o'tmish, hozir va kelajakni aniq ko'rib olishingiz uchun. Sample. Well, I used to keep plants at home a while ago, but over time things got really busy, so I had to give them away to my sister. Qizil bilan belgilab qo'ydim, bu pastni ko'rsatyapti, o'tmish. Men oldinlari uyda gullarni saqlardim, ancha oldin, lekin vaqt o'tishi bilan juda ham band bo'lib qoldim, shuning uchun opamga berib yubordim yoki singlimga berib yubordim. Endi yashil rangda presentni berishga harakat qildim. Now I can't allocate enough time to take care of either animals or plants at home. Hozir vaqtim yo'q unchalik na hayvonlarga, na o'simliklarni, ya'ni gullarni uyda saqlay olyapman. I will put some plants on the windsills in my office though. Lekin kelajakda ko'k bilan gaplarni berishga harakat qildim. Deraza tokchasiga ofisimga gul qo'yishim mumkin, lekin kelajakda. They would add to the beauty of the interior. Ular demak, interyerning go'zalligiga yanada chiroyga chiroy qo'shgan bo'lardi dedim. Mana ko'rib turibsiz, 3 ta turdagi gaplarni bitta savolga javob sifatida berdim. Bunda ham qiziq savol tug'iladi. Mana shuni berish orqali off topic deymiz, mavzudan chiqib ketdikmi? Albatta yo'q, mavzudan chiqmadik. Qaytanga ko'proq narsa aytishga harakat qildik. Plan to'g'risida gap ketyaptimi? Albatta. O'tmishda plan bo'lgan, hozir vaqt ajratolmayman, lekin kelajakda bo'lishi mumkin. Fluency'ni birinchi darsi mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarimizda nasib bo'lsa, keyingi kriteriyalar bo'yicha birgalikda video lesson ko'ramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi darsda ko'rishguncha.